Muzaxona bir tarixdir. Muzaxona bir darsdan iboratdir. Bir millatning avlodi shuni tomosha qilib, bobolarning avlodidan dars o'qir. Bir mamlakatning tarixini bilmak uchun muzaxonadan ortiq tarix kitobi bo'lmas. Buxoro 25 asrlik tarix, boy madaniyat va sharq sivilizatsiyasining muqaddas ilm-ma'rifat maskani. Qadimiy yodgorliklar va betakror me'moriy obidalar Buxoroning asrlar osha so'nmagan ruhini namoyon etadi. Bu shaharning paydo bo'lgandan buyon joylashgan yeri o'zgarmaganligi, qadimdan muqaddas va e'tiborli joylarga aholining hurmat bilan qarashi, e'zozlashi, ayniqsa kitoblar, kutubxona faoliyati, ularni asrash, kelajak avlodga yetkazib berish kabi ijobiy xususiyatlar Buxoroda muzey ishi majoziy ma'noda qadimgi davrlardan buyon mavjud bo'lganligining isboti bo'lib hisoblanadi. Rasmiy ma'noda muzey tashkil etilmagan bo'lsa-da, madrasa va masjidlar, muqaddas qadamjolar ushbu vazifani bajargan degan fikr ilgari suriladi. Undagi qadimiy osor-u atiqalar, qo'lyozma va bitiklarni asrab-avaylash ajdodlardan avlodlarga meros bo'lib o'tib kelavergan. Lekin bu hali Buxoroda muzey va muzeyshunoslikning paydo bo'lishi degani emas edi. Bu muzey shunchaki tasodif emas, balki tarixiy zarurat tufayli yuzaga keldi. Ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, Sovet hukumatining 1920-yilda Buxoro amirligiga havo hujumi natijasida qator tarixiy obyektlarga zarar yetkazildi. Hattoki ba'zilari qayta umuman tiklanmaydigan holatga ham kelib qoldi. Aynan shunday vaziyatda ma'rifatparvarlar hamda ziyolilar o'z oldiga ma'naviy madaniy meroslarimizni asrab-avaylash vazifasini qo'yishdi. Hamda buning natijasini biz 1922-yilda Buxoro ilk marotaba tashkil etilgan muzey misolida ko'rishimiz mumkin. 1922-yil 8-noyabrga kelgan vaqtda dastlabki muzey binosi Buxoroda faoliyat yurita boshlaydi va bu hodisa o'sha davr uchun o'ziga xos bo'lgan yangilik edi, chunki bunday madaniy muassasaning paydo bo'lishi aynan Buxoro zaminida, ya'ni o'sha qadim tarixga ega bo'lgan hududda paydo bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari albatta bo'lgan. 1922-yil 8-noyabr sanasida muzey ochilgandan keyin bu muzeyga Qori Yo'ldosh muzaxonasi degan nom beriladi va uning birinchi rahbari sifatida Aminjon Po'latovni misol tariqasida keltirishimiz mumkin bo'ladi. Dastlabki muzey binosi bu hozirgi kunda Toq Sarafon atrofida joylashgan Rus-Xitoy banki sanaladi. Aynan mana shu yerda ochilgan vaqtda uning tepasida yozuv bo'lganki, ya'ni muzey soat 9 dan to soat 13:00 ga qadar faoliyat yuritishi haqida. Afsuski, muzey moliyalashtirilmaganligi uchun ham bu muzey o'zini faoliyatini ko'p davom ettirmaydi va 1924-yilga kelib muzey barcha o'sha tashrif buyuruvchilar uchun yopib qo'yilgan. Manbalar muzeyning ilk faoliyati haqida yetarlicha ma'lumotlar mavjud emasligini ko'rsatadi. Boy tarixni saqlab qolish g'oyasi shakllandi, ammo qayerda va qanday usulda degan savol chuqur mulohaza va turli takliflarga sabab bo'ldi. Bir 1924-27 yillar oralig'ida muzeyni qayta tashkil etish bo'yicha turli xil ishlar amalga oshirilgan. Bu ishlarga o'sha vaqtdagi Buxkomstars, ya'ni madaniy yodgorliklarni muhofaza qilish departamenti vakillari Muso Saidjonov hamda Butkevichlar boshchiligida katta ishlar amalga oshirilgan va muzey binosini ochish uchun bir qancha binolar taklif qilingan, ya'ni Ark qo'rg'oni, Timi Abdullahxon, Sitoray Moxosa binolari, ammo bularning barchasi rad etilgan. Bularga asosiy sabab Timi Abdullahxon o'sha barcha qulayliklarga ega bo'lsa ham, demakki uni isitish muammosi bo'lganligi bahona qilingan bo'lsa, Sitoray Moxosa o'sha vaqtda endi shahardan tashqarida bo'lgan va bu bevosita uni xavfsizligiga jiddiy ta'sir o'tkazar edi. Ark qal'asiga esa hali ko'chish uchun juda vaqtli sanalgan va bu Ko'kaldosh madrasasida qurilgan maxsus yevropacha uslubdagi bir qavatli binoga muzey joylashtiriladi va 1927-yilga kelib muzey qaytadan ochilgan va ko'p holatlarda tadqiqotchilar muzeyning ochilgan yilini mana shu 1927-yil deb baholashadi. Aslida muzey 1922-yilda ochilganligini ko'rsatadi.
Bir guruh mahalliy ziyolilar Abdurauf Fitrat, Muhammad Siddiq, Said Muhammad Nosiriddin To'ra, Sharifjon Maxtum, Mirzo Salimbek kabilar tarixiy anjuman jamiyatini tuzish orqali Qizil armiya hujumidan talafot ko'rgan binolar, yodgorliklarni o'rganish va saqlab qolish borasidagi ishlarni boshlab yubordilar. Tadqiqotchi Olim Boltayev ma'lumotlariga ko'ra, tarixiy anjuman jamiyatining qisqa muddatli faoliyati samarasi sifatida Buxoro tarixiga oid uning topografiyasi, arxitektura, moddiy va ma'naviy yodgorliklarni tadqiq etish yo'lga qo'yilib, Buxoroda o'lkashunoslik sohasiga tamal toshi qo'yildi. Muzeyning birinchi bora namoyishga qo'yilgan buyumlar soni 168 ta bo'lib, ular tematik shaklda bo'lmaganligi, kulolchilik, kashtachilik va zargarlik kabi bo'limlarni o'z ichiga olganligi tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilgan. Yana bir qiziq jihati, Ko'kaldosh madrasasida tashkil etilgan muzey tomoshasiga kirish narxi erkaklar uchun 20 tiyin bo'lsa, qizil askarlar va ayollar uchun muzeylarga kirish hech qanday to'lov talab etmagan. Bu orqali musulmon ayollarni ham madaniy hayotga keng jalb etish maqsad qilingan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, 1920-yillar oxiridan boshlab Buxoro muzey jamg'armalari ma'lum bir miqdorda o'z mablag'lariga ega bo'lib, ilmiy xodimlarning yig'ish ishi davomida topilgan yangi eksponatlar sotib olish yo'li bilan to'ldirila boshlangan. Eksponatlarning bir qismini turli tashkilot va xususiy shaxslar muzeylarga hadya tariqasida topshirishgan. Bu harakat esa muzey fondlarini boyitishda muhim ahamiyat kasb etgan. Har bir qadami 10 ta tarixiy rivoyatga boy bo'lgan yurtda qisqa muddat ichida minglab ekspozitsiyalar yig'ildi. Bir qavatli 4 xonadan iborat bo'lgan muzey zali endi boy eksponatlar uchun torlik qilardi hamda uni yangi manzilga ko'chirish zarurati paydo bo'ldi. bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yilga kelib muzey asta-sekinlik bilan Ko'kaldosh madrasasidagi kichik xonadan Ark qal'asiga to'liq ko'chib o'tishini boshlaydi va shu jarayonda aynan urushning boshlanishi bu jarayonni to'xtatib qo'ygan va ko'chib kelgan eksponatlar uchun demak maxsus xonalar qilingan va muzeyning o'zi Ko'kaldosh madrasasida o'zining faoliyatini davom ettirgan. Ushbu davrda Buxoro muzeyi tabiat, tarixiy inqilobgacha bo'lgan davr, Sovet jamiyati tarixi, tasviriy san'at kabi bo'limlardan iborat bo'lgan. Undagi ekspozitsiyalarda viloyatning o'simlik va hayvonot dunyosi, tarixiy hujjatlar, Buxoro amirligining ijtimoiy-iqtisodiy hayotini aks ettiruvchi ashyolar, etnografik materiallar, ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligining rivojlanishiga oid hujjatlar qo'yilgan. To'liq ko'chish va muzeyning ochilishi, ya'ni 1947-yilga to'g'ri keladi va shu davrdan boshlab endi Buxoro muzeyi Ark qal'asida o'zining faoliyatini davom ettirgan. Uning kolleksiyalari orasida, ya'ni o'sha eksponatlar orasida juda ham noyob bo'lgan eksponatlar mavjud. Jumladan Amirlik kolleksiyasi. Bu Buxoro muzeyini dastlabki o'sha kolleksiyalardan biri sanaladi va Buxoro muzeyi aynan mana shu Amirlik sulolasiga tegishli bo'lgan buyumlar saqlanayotgan respublikadagi eng yirik muzeylardan biri sanaladi. Bu davrga kelib aynan mana shu muzey kolleksiyasidan o'rin olgan eksponatlar sirasiga biz Ka'ba po'sh yoki bo'lmasa Sayfiddin Buxarziy qabri ustiga o'rnatilgan 14-asrga tegishli bo'lgan o'sha yog'och panjarani va Raxsha shohlar saroyini o'rganilishi natijasida arxeologik jihatdan topilgan turli xildagi o'sha devoriy tasviriy suratlar bilan boyiganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi kunga kelib 150 mingga yaqin eksponat saqlanadigan bo'lsa, ular bir qancha turkumlarga bo'linadi. Ya'ni numizmatika, etnografiya, amaliy san'at, hujjatlar va boshqa turdagi buyumlardan tashkil topgan bo'lib, ularning aksariyati bugungi kunda o'sha Buxoro zaminida mavjud bo'lgan 18 ta muzeyda, ya'ni Buxoro muzeyining 18 ta filiali bo'ladigan bo'lsa, mana shu muzeylarda namoyish etib kelinmoqda. Bugun Buxoro davlat muzey qo'riqxonasida 150 mingga yaqin eksponat mavjud. Raqamli ma'lumotlar muzey ilk marotaba o'z faoliyatini boshlagan davrda, ya'ni 1924-yilda uni tomosha qilish uchun tashrif buyurgan sayyohlar soni 6 ming kishini tashkil etganligini ko'rsatadi. Mana, oradan bir asr hisobidagi vaqt o'tdi. Tarix yana ulg'aydi. Qamrov kengayib, dunyoning turli burchaklaridan millionlab qiziquvchilarning diqqati hamda qiziqishi ham ortdi. Buxoro muzeylariga tashriflar soni mana 2024-yilda 700 mingga yaqin
jami tashriflar bo'lgan bo'lsa, 2025-yil so'ngiga kelib bu raqamlar 870 mingdan oshganligini ko'rsatadi. Bu borada shu jumladan xorijlik sayyohlarni ham va mahalliy sayyohlarning tashrifini ham oshganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari muzeylarga tashrif buyuruvchilar orasida 18 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashrifi yoki keksa nogironlarni, ayniqsa nogironlarga ko'rsatilgan xizmatlar, muzeylarga ularni tashrifini tashkil etish borasida katta ishlar bo'ldi va uni raqamlarda aytib o'tadigan bo'lsak, 2024-yilda 1,5 ming nogironlar tashrif buyurgan bo'lsa, 2025-yil mobaynida bu raqam 4 mingga yaqin bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'chada havo harorati qishning sovuq nafasi bilan sezilarli darajada past bo'lishiga qaramay, Buxoro davlat muzey qo'riqxonasiga tashrif buyuruvchilar oqimi tinimsiz. Ayniqsa, qadim tarixni o'rganishni, ajdodlar merosini o'z ko'zi bilan ko'rishni maqsad qilgan mahalliy va xorijiy sayyohlar bu maskanni alohida qiziqish bilan tomosha qilishmoqda. Chunki bu yerda nafaqat eksponatlar, balki 1000 yillik xotira, madaniyat va millat taqdiri ham mujassam. Bu Buxoroga ilk tashrifimiz. Turmush o'rtog'im tarixga katta qiziqish bildirgan. Bildirgani bois sayohat manzili sifatida aynan shu shaharni tanladik. Ayniqsa muzey biz izlagan tarixiy muhitni to'liq his etish imkonini berdi. Bilasizmi, Alyaskada ham ko'plab muzeylar bor, ammo ular Buxoro muzeylaridan tubdan farq qiladi. Bizda har bir eksponat alohida xonada, maxsus yoritish va kuchli nazorat tizimi ostida saqlanadi. Bu yerda esa eksponatlar tomoshabinga juda yaqin, rang-barang va jonli muhitni yaratadi. Saroy amaldorlarining liboslari bizda katta qiziqish uyg'otdi. Yo'lboshchi hamrohimizdan ham bir detal haqida so'rab, milliy liboslaringiz haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ldik. O'ylaymanki, Buxoro bo'ylab sarguzashtimiz davomida bizni yanada ko'plab tarixiy kashfiyotlar kutmoqda. Buxorodagi ilk muzeylardan boshlangan bu yo'l shunchaki ekspozitsiyalar tarixi emas, balki o'z o'tmishini anglashga bo'lgan ehtiyojning davomidir. Asrlar bag'rida sayqal topgan har bir buyum, har bir qo'lyozma va har bir osori atiqa bu zaminning sukunatdagi guvohlaridir. Bugun muzey devorlari orasida nafaqat tarix saqlanadi, balki avlodlar orasidagi ma'naviy rishta ham mustahkamlanmoqda. Zero o'tmishini e'zozlagan xalqgina kelajakka ishonch bilan qaray oladi.